Assalomu alaykum. Navbatdagi zaявkamiz Parkenskida Mirzo Ulug'bek pasportni stol yonidagi Novostroykaga kelganmiz. Bu yerda mana Toshkent City, Akay City, bu yog'i Piramid. Bu mashina ekranimizda konditsioner ishlamay qolgan ekan. Shu zaifga bo'yicha kelgandik. Konditsionerimizda xayr. Biz bu yerga kelib mana chiska qilib yuvib, freonlarini tekshirib, bunisi to'g'rilab beryapmiz. Hozirroq hayajonlanib gapirayotgan bo'lsam, to'g'risi biroz balandlikdamiz-da. Bu yerdan yerdan bor yo'q 70 metr balandlikda ekanman. Men o'zimcha pastdan qarab, mashina ekranda yurish oson deb o'yladim, lekin tepaga chiqqandan keyin umuman boshqa nima desam ekan, boshqacha o'ylab boshlar ekan. Sabab bu baribir xavfli. Shunga qaramasdan ehtiyotkorlik qoidalariga asoslanib qilib beryapmiz.